Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Bugun sizlar bilan Mazda EZ60 ni to'liqroq obzor qilamiz. Agar bilsalaring bu mashinani texnik parametrlari bo'yicha Xitoyda yurganimda video qilgan edim, lekin bugun ushbu mashinani boshqa yashirin funksiyalari haqida ham birgalashib ko'rib chiqamiz. Qani yuringlar, yaxshilab o'tirib olinglar, biz boshladik. Kelinglar, avvalambor ushbu mashinani texnik parametrlarini qaytadan bitta eslab chiqaylik. Ushbu mashinamiz 2025-yilda ishlab chiqarishni boshlagan bo'lib, 4 ta ketma-ketlik gibridlik konfiguratsiyasida va 2 ta elektrlik konfiguratsiyasida ishlab chiqarishni boshladi. Ya'ni jami 6 ta komplektatsiyasi bor. 4 ta ketma-ket gibridlik komplektatsiyasining nomlari quyidagilar. Birinchisi Air, ikkinchisi Air Plus, uchinchisi Pro va Max. Elektrlikda esa Pro va Max mavjud. Elektrligi bilan gibridligini, Pro bilan Max'ini opsiyalari bir xil hisoblanadi. Faqatgina bittasida dvigateli bor, DVS'imiz bor, bittasida esa faqatgina batareykasi kattaroq, xolos. Xo'p, hozirgi ko'rib turgan mashinamiz elektrligi bilan gibridligini Max desak bo'ladi. Buni faqatgina kapotini ochganimizdagina farqlay olamiz, xolos. Boshqa joydan elektrligi bilan gibridligini farqiga bormaymiz. Eng asosiysi, bugun biz faqatgina Max haqida gaplashamiz. Ushbu mashinamizning uzunligi 4850 mm. BYD Song, ya'ni hammamiz bilgan o'sha BYD Song chempionga taqqoslaydigan bo'lsak, 75 mm ga uzunroq. Bu degani 7,5 cm ga. Xo'p, bu mashinamizning eni esa 1935 mm va balandligi 1620 mm. To'g'ri, ushbu mashinamiz BYD Song chempiondan sal pastroq bo'lishiga qaramasdan, eng asosiysi balon diskasi 21. Chempionda 19 turadi. Kelinglar, balonini ham ko'rib qo'yamiz. Bu dop opsiya hisoblanadi. O'zi asli ushbu mashinamizning razmeri 255 ga 40 R21 bo'ladi. Michelin balonlar toqilgan bo'ladi. Sababi bu dop opsiya hisoblanadi. Ushbu mashinamizning gibridligiga 1,5 atmosferniy DVS motor qo'yilgan va ostiga Cattle Gold bo'lgan jelezofosfat 31.73 kWh batareyga joylashtirilgan gibridligimizga. Elektrligimizga esa 77.94 kWh batareyga qo'yilgan, lekin oldida faqatgina invertorlar joylashgan bo'lib, ikkala mashinamizda ham, ya'ni gibridligida ham, elektrligida ham orqa tortadigan 190 kW motor joylashgan. Va mashinamiz to'liq elektr holatda, elektrli konfiguratsiyamiz 600 km masofa bosib o'ta oladi. Gibridligimiz esa faqatgina elektrda 200 km masofa bosib o'ta oladi. Aralash tizimda 1000 km masofa bosib o'ta oladi. Endi mashinamizni kelinglar, o'zi nimadan iborat, nimalari bor, birgalashib ko'rib chiqamiz. Avvalambor mashinaga bitta qaraganimizda o'sha bizga yaponlar yaratgan Mazdani deski ko'rinishi birinchi o'rinda ko'rinadi. Mana bu mashinamizga bitta qaraganda ko'rishinglar mumkin. Oddiy kitayskiy dizayn yaratilmagan. Shetdan bilinib turibdi, tajribaga ega bo'lgan, ya'ni katta kompaniyani dizayni. Mana bu ko'rinishini o'zi odamni o'ziga chaqiradi, bilasizlarmi? Masalan, menga yoqqanidan gapiryapman, sizlarga qanaqa? Bemalol kommentariyada qoldirib ketishinglar mumkin. Agar sizlarga ham ushbu dizayn yoqqan bo'lsa, bitta like bosishni ham unutmanglar. Mana bu yo'llari yonib turadi. Kerak bo'lsa mana bu Mazda belgi ham yonib turadi. Mana bu chista marketing xod ko'rinishidan xuddi sport nimaga o'xshab turadi. Qanotga o'xshab havo oradan kirib chiqib ketadi. Ya'ni aerodinamika uchun xizmat qiladi deb o'ylaymiz, ammo lekin sport mashinaga o'xshatilib sport emas. Ammo lekin yurganda elektr, bilasizlar, shaharda ichida sportdan ham zo'r tez yuradi. Xo'p, kelinglar, ushbu mashinamizga 12 ta oldiga, orqasiga olsadan patronik qo'yilgan. 5 ta
millimetrov lidarimiz bor. Millimetrov lidar bilan ushbu mashinamiz atrofda polniy ko'ra oladi. Odammi, velosipedmi, mashinami va ushbu funksiyalari bilan ushbu mashinamiz avtomatik parkovka ham qila oladi. Undan tashqari 360 kamerasi mavjud bo'lib, 4 ta 360 kameraga xizmat qiluvchi kameralar bilan va oldini zapis qilib keta oladigan va oldini ko'rib keta oladigan tepada joylashgan bitta kamera, ya'ni jami 5 ta kamerasi bor. Ushbu mashinamizning salonida esa 2 ta kameramiz bor. U ham ichkarini videoga oladi va ayrim jestlarimizga qarab, ayrim funksiyalarni ham bajara oladi. Endi mashinani orqa tomoniga sekin o'tib kelamiz. Orqa tomonida ko'rishimiz mumkin, zaryad qiladigan joyimiz bor. O'ng tarafida tez va sekin zaryad qiladigan joylarimiz bor qopqonlari bilan. Ushbu mashinamiz benzinli bo'lganligi uchun chap tarafida benzabakka ham teshigimiz bor, elektrligida yo'q. Orqasini bitta ko'rib qo'yamiz. Orqasi ham o'zgacha qilingan. Menga sizlarga bilmadim, menga hatto buni orqa dizayni ham juda ham yoqdi. Bilasizlar, ushbu mashinani dizaynini Mazda qilgan, ishlab chiqarish Changan zavodini qismi bo'lgan Dipal brendi ostida ishlab chiqarilgan va salonni ham ko'ramiz, Avatar dizaynerlari yasagan. Ya'ni 3 ta tomonlama yasalgan ushbu mashinamiz orqasiga ham o'zgacha dizayn qilingan. Mana bu ko'rishinglar mumkin. Orqa chiqarib ham qo'yilmagan, havoni kesishiga juda ham foydali deb o'ylayman. Nomerlari ham pastga toqilgan. Orqasini как бы kommentariyada yozib ketinglar. Sizlarning fikrlaringiz qanaqa? Menga buni hatto orqa ko'rinishi ham yoqdi. Bilmadim. Mazdani o'zi eskidan yoqtirganligimgami, bu menga mashina juda ham yoqdi. Xo'p, hatto mana bu yerlarga e'tibor beramiz. Mana bu yerdan qarasangiz, orqa o'rtasida ochilgan, xuddiki aerodinamikaga xizmat qilishi uchun havoni kesishi zo'r bo'lishi uchun qilingandek ko'rinadi. Bu haqiqatan ham aerodinamikaga foydalimi, yo'qmi? Buni fizik bo'lmaganligim uchun to'g'ri ayta olmayman, lekin menimcha xizmatini qilsa kerak. Kelinglar, yuringlar, endi mashinani salon qismiga kiramiz. Mashinamizni ochganimizda pultdan o'zi mana bu ochilib turadi. Lekin shuni bitta kamchiligi deb o'ylayman. Mana shu narsani chiqadigan qilib qilinadigan bo'lsa, вообще zo'r bo'lardi. Hozir e'tibor bergan bo'lsanglar, lip motorlarni ham o'zgartirib qo'yishyapti. Xudo xolasa bunga ham alohida zapchast chiqsa, almashtirib olasizlar. Xo'p, eshigini ochamiz. Bitta ochganimizda ko'ringlar, Avatar bo'lib yotibdi ichkari, Avatar 11. Biz Avatarni ko'rgan bo'lsanglar, ana shu Avatar ishlab chiqaruvchilarini dizayni hisoblanganligi uchun ichkarida ham o'zgacha dizayn qilingan, kirligiga e'tibor bermaysizlar. Xo'p, obshivkalariga kelamiz. Mana bu yeriga, mana bunaqangi bu ham kojadan yasalgan, mana bu tomonlar polniy koja bilan qoplangan koja. Tagi faqatgina plastmassa, lekin o'zimizni arzon plastmassadan emas sifatini ham ko'rishimiz mumkin. Mana bu yerda dop opsiyali bo'lsa agar mashinamiz elektronniy bakovoy bo'ladi. Agar elektronniy bakovoy bo'lganda, mana bu yerda kamera qo'yilgan bo'ladi. Mana bu yerga kamera bo'ladi. Bu kamerasiz bo'lganligi uchun oddiy dizayn qilib qo'yilgan. Xo'p, oynalarimiz polniy elektropaket. Qo'l iladigan joyimiz bilinar-bilinmas, hatto telefon ham kirib ketaveradi va bu yerda cho'ntagimiz mavjud. Xo'p, endi sideniyga kelamiz. E'tibor bergan bo'lsanglar, sideniyada Dipal S07 ni ham bitta zavodda ishlab chiqarilganligi uchun nol gravitatsiyasi dobobcha hisoblanadi. Dipal S07 larda. Bularda esa o'zida keladi. Ya'ni o'ng tomonida ham, chap tomonida ham nol gravitatsiyali mana bunaqangi atamankali qilib ishlangan. Kelinglar, mana sideniyaga o'tirib olib, endi sideniyani kontrollarni ko'ramiz. 1, 2 tepaga, pastga 4 ta bo'ldimi? Endi qaranglar, mana bu alohida. Bu ko'taradi, gradusini almashtiradi. Ya'ni charchagan paytinglarda bemalol chizani teparoqqa ko'tarib olib, dam olib, mashina haydab ketsa bo'ladi. 6 ta bo'ldimi? Endi belini ko'tarib tushirish alohida 1 2 3 4 5 6 7 8 bo'ldi. Mana bu atamanka uchun alohida qilingan va eng oxirisi bir dona lumbar support uchun ham qilingan. Ichini ko'tarib chiqaradigan, belini ko'tarib chiqaradigan. Ko'payib ketdi, sanoqdan ham adashib qoldim. Bitta knopka bor, bitta knopkani bossak ketdi. Xayrlashamiz, dam olgani. Mazza qilib, dam olib yotsalar ham bo'laveradi. Buni yana yotqizib olsak ham bo'ladi. Endi dam olib mashina minmaysizlar, lekin yotqizib olib, oyoqni uzatib olib charchamaydi. Mazza qilib kishi bo'lsalar, ikkalalaringga ham bor bu narsa. Endi yana bitta tomoni bor. Aytib o'tay, mashinani charchab qolsalaring, charchab ketsalaring, bemalol polni tushirib oldilaring. Uzoq yo'lga ketyapsizlar. Uzoq yo'lga ketganda bilasizlar, charchab ketadi. Sal ko'tarib olasizlar. Oyoq nimaga kruz kontrolga qo'yib olasizlar. Oyoq yetadi tormizga. Muhimi tormizga oyoq yaqin tursa bo'ldi.
rulni ushab olib, mana shunday qilib damda olib ketaverasizlarda. Gazga bosish ham shart emas, cruise controlda biz u yana adaptivniy, o'z sekinlab o'z tezlaydi. Mazza qilib, oyoq charchatmasdan dam olib ketishga nima deysizlar? Eng qizig'i bor-ku, mana bu yerda 50 dyuymlik head-up displeyimiz bor. U yoqqa o'ngga, chapga yoki mana bu yerdagi instrumentalga qarab o'tirmaysizlar. Hamma tezliklarni, hamma narsani ko'rsatib turadi. Kamerada ko'rinmayapti, lekin menga hamma narsa ko'rinib turibdi. Kamerada ko'rinmaydi baribir. Ushbu mashinamizni salonini juda ham chiroyli qilib kombinatsiya qilingan oq va fioletoviy ranglar bilan. Oldi sideniyalarimiz mana ko'rishingiz mumkin, kojadan tikilgan bo'lib perforatsiyalangan. Xo'p, ushbu mashinamiz oldi qatorlarida Abduf Abagrev massajlari mavjud. Orqasida hech narsa yo'q. Orqasiga massaj yoki Abduf Abagrev qo'yish uchun yana dop opsiya qo'shiladi, lekin birorta bu narsani dop opsiya qilib qo'shtirilgan mashinani ko'rmadim. Xo'p, undan tashqari, ayniqsa qish kunlari juda ham foydali bo'lgan rulni ham Abagrev mavjud. Eng qiziq narsalardan bittasi, akalar e'tibor berganmisizlar? Любой Xitoy mashinasiga o'tirganinglarda podlokotnigi mana shu yerda tugaydi. Mana shu yerda tugaydi, ya'ni ochilib yopiladigan joyida. Qolgan joylariga podstakanlik qo'yiladi, boshqa narsalar, ya'ni katta narsalar bo'ladi, lekin bu narsani uzun qilib qo'yib qo'yilgan. Mana shu arzimagan kichkinagina detalli dizayn ham bu mashinani oddiy Xitoy mashinalaridan ancha farq qildiryapti. Endi qaranglar, bu mashinani ochadigan joyi mana bu yerda. Qo'l mana bunday tursa boshqacha, mana bu yerda tursa boshqacha, bilasizlar. Mana bunday turish boshqacha-da, baribir qo'lni bemalol kresloga qo'yib olgandek. Xo'p, ochganimizda ko'rishingiz mumkin, haqiqatan ham podlokotnikning ostidagi bar qismimiz juda katta emas. Faqatgina mana bu qismlarda podlokotnigimizni qopqog'i bilan yashirilgan. Xo'p, bar qismimizda chuqurgina ancha narsa qo'ysa bo'ladi. Bu yoqqa ham, mana bu yoqqa ham yashiringan doldirlarni qo'yib qo'ysalaring, birov tegmaydi. Xo'p, bundan tashqari mana bu yog'ini bitta tortganlaringda podstakanlik uchun joylarimiz ham ochiladi. Va buni yopib qo'ysanglar ham bo'ladi. Ya'ni dizaynda to'zigan holat ko'rinmaydi-da, yashirib qo'ysanglar bo'ladi. Bu yoqda 50 vatlik besprovodniy zaryadniki bor. Sizlarga men rul nimasini ham ko'rsatay. Eng qiziq narsalardan bittasi mana bu kaliti hisoblanadi. Kalitni qaranglar, ochadigan, yopadigan hech narsasi yo'q. Shuni o'zida yopiladi, shuni o'zida ochiladi va boshqa funksiyalar shuni o'zida bajariladi. Xo'p, ushbu mashinamizni ko'rishingiz mumkin. Ichida o'tiribmiz, ammo lekin panoramaning kattaligini qaranglar, xuddi mashinaning tomi yo'q o'xshaydi. Xo'p, mashinamizni endi boshqa funksiyalari bilan gaplashaylik. Ushbu mashinamizda oldida instrumentalni ekranimiz yo'q, ammo lekin head-up displeyimiz bor. Uni o'rniga o'rtada joylashgan katta 5K bo'lgan 26,5 dyuymlik ishlashi vobshe tez ekran qo'yilgan. O'rtasi uzuq emas, ikkita ekran emas, bu bitta ekran. Ammo lekin ikkiga bo'lib ishlatsa ham bo'ladi. Ushbu mashinamizda hatto PlayStation ham o'ynasa bo'ladi. Xo'p, kelinglar, mashinamizni 360 kamerasini bitta ko'rib qo'yamiz. Hozir mashinamiz mayda turibdi. Hamma nimalarni ko'rsak bo'ladi. O'ng tomon, chap tomon, qolgan tomonlarni ko'rsatsalar bo'ladi. Bundan tashqari 3D qilib qo'ysalaring, mana eshik ochiq deyapti orqasini. Bemalol qimirlashini ko'ryapsizlarmi? Tez javob beryapti. Juda ham yaxshi bu narsa. Xo'p, undan tashqari ko'rib turibsizlar, mana hozir ruscha, xitoycha aralashib yotibdi. Bu ruscha qilingan, original o'zini tilida. Ushbu mashinani hatto arab tilida ham qilib beraveramiz. Ya'ni mashinamiz Mazda, ya'ni yaponlarning mashinasi bo'lganligi uchun o'sha yaponlar ancha yillar oldin dunyoga mashinasi eksport qilib, o'sha tillarda o'rnatib bo'lgan. Hatto shu mashinaga ham bir qancha tili bor. Buni faqatgina o'rnatishni bilgan biladi. O'rnatib, hatto arab tili, afrikan любой tilini ham qo'ysalar ham bo'ladi. 200 qancha ham tili bor, hammasini o'rnatsa bo'ladi. Endi bu mashinamizni ovozini ko'ramiz. Ushbu mashinamizda 23 ta Dolby Atmos cinematic qilingan kolonkalar o'rnatilgan. Bu mashinaning ichida kino ko'rsanglar bor, xuddi sinemada yoki nima deydi, kinoteatrda o'tirib kino ko'rgandek bo'lasizlar. Ya'ni o'ng tomondagi ovozlar, o'ng tomondan chap tomondagi ovozlar, chap tomondan orqadagi ovozlar, orqadan ya'ni 8D ovoz chiqadi. Buni mana ko'rsatib beradigan videosini yapti, ko'ringlar. Sifat bor, vobshe dahshat. 23 dan tashqari yana katta subwoofer ham bor. Subwooferni ham ko'rsatamiz sizlarga. Hozirda ko'taraylik. Sizlarga bilinadimi yo'qmi? Men ichida o'tiribman. U basketbol to'pi aylanib yuribdi mashinaning ichida. Mana
polni aylanyapti. Любой joydan. O'ng tomondan chiqib chap tomonga o'tib ketyapti. Ashi, kinoda o'tirgandek his qilyapman o'zimni bori. Whether the soundscape sits the mood of a scene. Yirtib yuborgan bori, yirtib yuborgan. What is this place? Come on, you guys, let's go. Or captures the full extent Bu Secret? of nature's fury. kamerada sizlarga bilinyaptimi yo'qmi, maytda o'tiribman, vashta kayf qilyapman, lekin bori mana yomg'irda hatto har tomondan oqayotganligini his qildirtiryapti. Mayli, buni This is Dolby Atmos deb yozib qo'yaman. Endi bir reklamasi o'ziniki, mayli ko'ringlar. Voyda, xuddi Titanicda o'tirganda Titanicda ichida yurgandek his qilib olasizlar o'zlaringizni bori. Amerikaliklar bilasizlar qanaqangi muzikalar bilan ovoz qilishdi. Xuddi o'shani ko'rsatyapti. O'yin o'ynasanglar ham bor, ichida yurgandek o'yin o'ynaysizlar bor bunda. Voyda, mazza qilardim lekin bori. Mayli, vaqt olmaylik. Keyingi narsaga o'tamiz. Xo'p, ushbu mashinamizni endi parkovkasini ham bitta ko'rsataman sizlarga. Parkovkaga bitta kirasizlar. Atrofdagi, ya'ni 5 ta lidarni aytgan edim, atrofdagi mashinalarni yoki parkovkalarni bemalol ko'ra oladi. Xo'p, ozgina yuramiz. Bizga chotki parkovkani topib bersin deymiz. Poyezd parkovka продолжает движение deyapti. Biz uchun endi parkovkani topib berish kerak birorta. Xo'p, mana bir qancha parkovkalar turibdi. Buni hozir tashqarida ham ko'rasizlar. Mana masalan uchun mana bu parkovkaga yoki nacha parkovkaga bosamiz. Bo'ldi. Belgilanganga bosib ketdi, o'sha qo'yib beradi. Kamerada ham ko'rib turishingiz mumkin. Qayerdan qanday qilib turgan holatda. Mana bu parkovka chiziqlari. Joylashtirishini qarang. Endi yurgilab pastga tushamiz. Ushbu mashinani qanaqa qilib parkovka qilganligini bo'ldi. Chiziqlarini bittasi ko'raylik. Parkovkani mukammalligini ko'ryapsizlarmi? Chiziqlardan chiqib ketmagan, ichida joylashtirgan. Qoyil qolish kerak. Faqatgina bitta narsani e'tibor beramiz, ushbu mashinada lazerli lidar bo'lmaganligi uchun atrofida mashinalar ko'p bo'lsa, ehtiyot bo'lishimiz kerak, chunki mana bu patroniklar asli uni himoya qiladi-yu, bemalol parkovka qilishga qiynaladi. Ammo lekin bemalol parkovka qilsanglar bo'ladi. Kelinglar endi ushbu mashinani orqa bagajini ham ko'rib qo'yamiz. Mana bu dvornikning orqasidagi knopka bilan bossak, elektronni ochadi. Haligi muzikani qo'yib qo'ydim ichiga. Eshitdinglar, sizlarga eshitilyaptimi? Mana ichiga kiraman. Bagajni ko'ringlar, bagajni kattaligini. Alohida mana bunaqangi shtorkalari ham bor. Shtorkalarni ochib qo'ysanglar bo'ladi. Bagaj rasha katta. Ushbu bagajimizning kattaligi 549 litr. Agar orqa o'rindiqlar yotqiziladigan bo'lsa, 2036 litr bagajga ega bo'lamiz. Kelinglar, sizlarga eng zo'r narsani ko'rsataman. Mana bu narsamiz subwoofer hisoblanadi. Hozir subwoofer ishlaydigan muzika qo'ysak ko'rsataman. Mana bu narsani birinchi ko'rganimda bu plastmassa nima qilib qo'yganligini deb o'ylagan edim. Bu bitta qo'yib oling, nimaligini ko'rsataylik. Eshitilyapti, bilinyaptimi sizlarga? Yaqinroq mashinani qaldiratib yuboryapti, mana qaranglar. Titrashini qaranglar. Bu subwooferimiz. Kayf qilarasizlar mashinani ichida borib. Endi mashinaning orqasida o'tirish qanday bo'lar ekan, bitta ko'ramiz. Mana men orqasiga o'tirib oldim. Oldimizdagi odamlar bemalol o'tirgan holatda meni o'tirishimni ko'ringlar. Sidenyalar ham chuqurgina chizani orqasigacha tegyapti. Undan tashqari ko'ringlar o'zlaring, bir qarishdan ko'p joyimiz bor. Cho'ntakda o'rniga mana bunaqangi plastmassadan yasalgan, ichiga tortib qoladigan boshqacha cho'ntak qilingan sifatli orqasi polni koja bilan qoplangan. Mana kombinirованный. Bu tomonimizda klimat kontrolni boshqarish mavzuyimiz bor. Bu esa shtorkani ochib yopadigan. Ya'ni shtorkani panoramani borligi asosan orqasida o'tirganlar uchun mazza. Men orqasida o'tirib, mazza qilib yuzlab tomosha ketadigan holat bo'lyapti-da o'zi hamchi. Kelinglar shuni yechib qo'yaydi. Mazza qilib yotib, dam olib ketsa bo'lar ekan. Xo'p, nimalar qilingan? Ruchkamiz bor, mikrofonimiz bor. Orqadan turib ham "Hay mazda" desak eshitadi. Bemalol shtorkani yopib qo'y, shtorkani ochib qo'ydi. Xitoychalar bilsanglar, gapirsa bo'ladi. Orqasiga Type-C portimiz bor ekan. Mana bu deflektorimiz ham bor. Bemalol deflektorni yopib, ochib boshqarsanglar bo'ladi. Keyin undan tashqari bu ekranda
Sideniyani, mana bu oldingizdagi sideniyani orqaga surishda ham orqadan boshqarsa bo'lar ekan. Ya'ni oldigilar surib olgan yoki shopirga surib olgan demaymiz, o'zimiz ham mana yerdan o'tirib, o'ngga, orqaga, oldiga qilib surib qo'ysak bo'lar ekan. Xo'p, endigi mavzuyimiz podlokotnik, orqasidagi podlokotnigimiz katta ekan o'zi ham. Yaxshilab joylashtirib qo'yganimizdan keyin bitta bemalol salafanni ko'chirmayman. Ikkita pastaganligimiz bor ekan. Normal podlokotnik qo'limiz bemalol maza qilib ketadigan joy. Qisqasi, mashinaning orqasi ham yomon emas, lekin baribir minuvchiga kayf ekan. Kelinglar, endi ushbu mashinani bitta minib ko'ramiz, qanaqa yurar ekan. Xo'p, arendilarimiz rul orqasida joylashgan. Kelinglar, endi ushbu mashinani ichida yaxshilab o'tirib oldim. Balandroq o'tirib olsalar ham bo'lar ekan, pastroq o'tirib olsalar ham bo'ladi. Kelinglar, mashina minishdan oldin albatta nima deydi buni otini? Qarzlik kamarini yoqib olishni unutmangiz. Xo'p. Kamarni yoqib oldik, arendilarimiz rulni orqasida mashina yurishni boshladi. Xo'p, rulni kontrol qilishimiz mexanik ekan. 5 km/soat tezlikda ketyapmiz. Rulni elektrический mashinalar har bir zo'rda. Mana lidarimiz oldimizda odam mashina bo'lsa ko'rsatib turadi. Mana yerga odamni ko'rsatyapti. Xo'p, rulda juda ham yumshoq yurishi. Baribir elektrический mashina yurishi boshqachada 190 km bo'lgandan keyin e'tibor berdilarmi, o'tgan paytda ovoz chiqyapti. Mashinaning o'zi yumshoq, faqatgina toq-toq qilib uryapti. Buni sababi 21 diska ingichka balonda ustiga davleniya 3 turibdi. Davleniyani 2,5, 2,4, 2,2 ga tushirib olsangiz ancha yumshaydi. Endi ingichka balonda bu uncha to'g'ri kelmasa kerak. Lekin mashinaning o'zi yumshoq, yurishlari, tortishlari zo'r. O'ngga chapga qilganda, mana bunaqa qilib o'ngga chapga qilib o'rganda tashamayapti. Balans ushlashlari zo'r. Xo'p, rulda bitta barmoqchadan qanday qilib bir tashlagan bo'laverar ekan. Juda ham yumshoq qilingan. Xuddi erigan sariyoqni pichoqdandek yurgizasizlar, sezmaysizlar. O'shanday his qilasizlar o'zlaringni. Normal yurishlari. Xo'p, endi bitta tezlikni ko'raylik desak, bu tomonlarda mashinamiz ko'p ekan. Bu tomondan kelamiz. Doq turib qo'yapti. Endi to'g'ri tushunamiz endi bunaqa yo'llarda yurishchi. Bu tekis yo'llarda yurishga moslangan mashinamiz. U tez tortib ketyapti. Elektromobil endi buni nima deyman? Endi maqtamayman-ku. Elektromobil bo'lgandan keyin skordan skorga o'tish bo'lmaydi, faqatgina bitta skorda. Silliq tezlanib ketaveradi. Qisqasi mashinaning ichida katta tankning ichida o'tirgandek his qilyapman. Mazza. Ortiqcha qo'shimcha gapiradigan gaplar yo'q bu mashina uchun. Barcha SUV elektromobillar kabidir. Endi faqat bu yog'i o'zlaringning xohishinglarga bog'liq. Mana odamlar ko'rmaydi ham, biz eshitmaydi ham ovoz yo'qligi uchun. Odamlar mashinalarni hammasini ko'rsatib turibdi. Odam yoki jism yaqinlashganda alohida kamera ham yonib berar ekan bitta mana. Odamlar yaqin o'tdi, eski kamera yonib berdi. Yonboshdan o'tganligi uchun. Oldidan bo'lsa oldini ko'rsatadi. Qatta jism yaqinlashsa o'sha yerda ko'rsatadi. Ha, aytmoqchi, ushbu mashinamizda o'g'rilarga qarshi avto kamerasi ham mavjud. Mashina qulfligida mashinaning oldiga yaqinlashganlar kelsa, avtomatik o'sha odamni videoga oladi. Mashina o'chiq holatda ham. Mana o'shalardan bitta misollardan bittasi. Olib qo'ygan mana mashina o'chiqligida yaqinlashganligi uchun videoga olib qo'ygan. To'rtala tomonda ham. Bitta tomonga yaqinlashgan, lekin to'rtala tomonda ham olgan. Mana barchasi o'g'irlangan o'chiqligida yoniga kelgan odamlarni videoga olgan barchasini. Ko'rishimiz mumkin mana unda ham video mana. O'zim yurgan ekanman o'chiqligida yoniga. Atrofida yurganimda mana videoga olib qo'yibdi. Videoga olayotgan paytimizda videoga olib qo'yibdi. Voy yaramasa. Ana shunaqa. Mana akalar mashinani bilganimizcha, ko'rganimizcha, o'rganganimizcha obzor qilib berishga harakat qildik. O'zimizga yoqqan fishkalarini gapirib berdik. Agar qolib ketgan joylari bo'lsa, albatta kommentariyada o'z fikrlaringizni qoldiringlar va yozib qoldiringlar. Undan tashqari bitta narsani aytib o'tmayapman. Bu mashinamiz metali atsinkovniy. Batareykasi jelezofosfat. Buni aytib o'tdim уже. Qisqasi, ushbu mashinani Toshkentda sotishyapti. Sotuvchilarini yoki bu mashinani olmoqchi bo'lsangiz, albatta bizni Instagram kanaliga o'tib, bu mashinaning narxini va egalarini telefon raqamlarini olib, telefon qilib o'zlari bilan savdolashib mashinani sotib olishinglar mumkin. Endi agar sizlarga Xitoy mashinalari kerak bo'lsa, boshqa tayyor mashinalar olmoqchi bo'lsangiz ham, bizning Instagram kanallarimiz va Telegram kanallarimiz bor. Bemalol o'tib, siz o'zingiz xohlagan mashinalarni topib, yoqqaniga egalariga telefon qilib, savdo qilib olishingiz mumkin. Agar sizda o'zingizda minilgan
o'zingizni mashinangiz bo'lsa ham bemalol biz adminlarga aloqaga chiqsangiz, mashinangizni Instagram va Telegram kanallarimizga qo'yib beramiz. Maqsadimiz shu mashinalarni olmoqchi bo'lgan akalarimizga mashina topib berish. Mazda olmoqchimisiz? Mana Mazda. Boshqa mashina olmoqchimisiz? Minilgan mashina olmoqchimisiz? Yurgan mashina olmoqchimisiz? Inshaalloh sizga foydali bo'ladi. Agar siz bu kanalimizda yangi bo'lsangiz, kanalimizga obuna bo'lib qo'ying va video yoqqan bo'lsa, videoga bitta like bosishni ham unutmang. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr, omon bo'linglar.